xato bu istalgan xato bir marta qilish imkoniyati bor. Muammo nima deydigan bo'lsangiz, bitta xatoni qayta qilish. Bu eng yomoni. Ya'ni mana istalgan inson istalgan xatoni bir marta qilib ko'rish imkoniyati bor. Bitta xatoni qayta qilish bu o'sha muammo. Bu holatda u inson o'chi yo'q bo'lgani yaxshi. Ya'ni agar xatolardan xulosa chiqazmasa. Taroziga qo'yasiz. Ya'ni xato va u insonning kerakligini qo'yasiz, qaysi tomon og'ir bossa, o'sha tomonga yon bosasiz. Masalan, agar u inson haligacha ham sizdan muhim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi marta ham kechirishingiz mumkin. Xiyonat kechirilmaydi deb o'ylar edim. Lekin degan joyi bor. Xiyonat nima degan savolga javob topib olish kerak avvaliga-da. Insonlar o'zgaruvchan. Xiyonat hamma uchun har xil narsa. Masalan, men sizni do'stingiz bo'lishim mumkin va men inson sifatida boshqa insonni ham do'sti bo'lishga haqqim bor. Sherik ham xuddi shunaqa. Agar siz bilan sherik bo'lib turib, boshqa inson bilan sherik bo'lib, ya'ni boshqa agar yo'nalishda sherik bo'lsa, bu uni shaxsiy haq-huquqi. Punktual gapirgan gapiga javob bera oladi yoki javob bera olmasa gapirmaydi va o'sha qilayotgan qarori qayerga olib ketayotganini oldindan biladigan va xatosini tushunadigan insonlarni hurmat qilaman.